Mening hayotim hammaga o'xshab oddiy boshlandi. Lekin taqdir men uchun boshqacha yo'l tayyorlagan ekan. Oilamizda kamchiliklar ko'p edi. Ba'zan bir burda non ham katta ne'mat bo'lib qolardi. O'sha kuni men bir qarorga keldim. Bu eski hayotimning oxirgi kuni edi. Oldinda meni nima kutayotganini bilmasdim. Shunda men bir qaror qabul qildim. Oilamga yordam berish uchun Rossiyaga ishlashga ketdim. Begona yurt, begona odamlar. Yonimda esa faqat orzularim bor edi. Va hujjat qilishni boshladim. Ishlash uchun hujjat qilish shunchalik qiyin ekan. Tibbiy ko'rikdan o'tdim. Rus tilidan imtihon topshirdim. Va hujjatni qo'limga oldim. Va qurilishga bordim ishlashga. Qor yoqqan kun juda sovuq. Va ishni boshladim. Va qurilishga bordim. Kunlardan bir kun qurilishni militsiya bosdi. Hamma qurilishning har joyiga qochdilar. Va ishni boshladim. Va qurilishga bordim. Kunlardan bir kun hamma qurilishning har joyiga qochdilar. Ko'p bor charchadim. Ko'p bor hammasini tashlab ketkim keldi. Lekin oilam uchun sabr qildim. Va ishni boshlandi. Va qurilishga bordim. Kunlardan bir kun Alo, hamma qurilishning har joyiga qochdilar. Men otamni ko'rishga shoshildim, ammo taqdir mendan oldinroq qaror chiqardi. Otam bu dunyodan o'tdilar. Men esa 1000 chaqirim uzoqda edim. Qancha urinmay otamning janozasiga yetib kela olmadim. Hali ham o'ylayman. Otamni oxirgi marta ko'rganimda edi. Vaqt o'tib, asta-sekin o'z yo'limni topdim. Hayotim o'zgarayotgandek edi. Kechiring meni, dadajon. Kechiring meni, dadajon. Otamni rahmatingga ol, Robbim.